Ko'p rahmat. Ha? U nimada? Qo'shnimiz bobomga qachida nima berdi? Bobom gap qilmayla oldi-ku. Bobomdan so'rab baqaychi qani. Ha? Fatima, ma'u qachini to'g'latqog'i sep qo'yg'ina qizim. Ma'qul bova. Qanday ahvolingiz bova? Yaxshi bolam, sen-chi? Xush kelding Ali. Bova, bu qachini kim berdi? Bir qo'shnimiz. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Qo'shnimizmi? Ha, qo'shnimiz. Bek isil odamlar. Bugun ularga biz hadiya kirgizgan edik. Qo'shnimiz nemishqa bizga tamoq kirib berdi. Biz ularning sadiqasini yeydigan kunga qolmagan tursak. O'g'lim, bu sadiqa emas, hadiya. Hadiya? Tamoqni hadiya qilganni anglab boqmabdi ekanman, bova. Hadiya subtida narsa kerak berilganligini bilatdim. Shunday emasmi, bova? Undaq emas, bolam. Qandaq deysiz, bova? Qaraganda buni tafsili tushuntirib qo'ymasam bo'lmag'idek. Mehmonxona uyiga kirib o'ltirib deb beray. Qani juringlar bolarim. Qo'shnilarning o'zaro bir-biriga narsa kerak, yemak-ichmak hadiya qilishi bak esil odat. Qo'shnilarchilik haqlari to'g'risida Alloh taolo va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bayonlari bor. Bu bir yaxshi odat bolam. Qo'shnilar ara hadiya qilish nemishqa bunchalar muhim? Yaxshi savol so'rding o'g'lim. Balkim xulum qo'shnilarning bir ishki qachi tamoqqa ehtiyoji yo'q. Lekin islom dinimiz qo'shnilar orasidagi munosabatni kuchaytirish, o'zaro yaqinlikni saqlash va haqiqiy qarindoshlik tuyg'usini his qildirish uchun qo'shnilar bilan yaxshi o'tishimizni tavsiya qiladi. Muhimi, qo'shnilarchilik munosabati uzilib qolmasligi kerak. Mana bu xil hadiyalar qo'shnilarchilik rishtining davomlashishining simvoli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq degan: Alloh taoloning nazarida hamroyiga yaxshi bo'lgan kishi eng yaxshi hamroy hisoblanadi. Alloh taoloning nazarida qo'shnisiga yaxshi bo'lgan kishi eng yaxshi kishi hisoblanadi. Demak, qo'shnilarimizga yaxshi muomalada bo'lsak, Alloh taoloning nazarida yaxshi kishi hisoblanadi ekanmiz, shundaqmi bova? Shundoq qizim, to'g'ri aytding. Bugun qo'shnimiz shu sababdan bizga hadiya kirgizibdi-kanda? To'g'ri aytding qizim. Bu masalani xeyli yaxshi tushunib oldim. Alloh sizdan rozi bo'lsin, bova. Endi bizga payg'ambar alayhisalomning hayoti haqida so'zlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan, bova. Yasriblik bir turkum kishilar payg'ambarimiz bilan ko'rishib, maxfiy holda islom diniga kirdi. Keyingi yili haj vaqtida Quraysh islomning ta'siri ojizlashdi deb xiyol surayotganda, Yasribning yerlik qabilalaridan bo'lgan Avs va Xazraj qabilasi iymon etib, islom bayrog'i ostida birlik keldi. İslamiyetning tarqalishi uchun kuch chiqaradiganligini aytib, payg'ambarimizga va'da berdi. Payg'ambarimizdan Yasribga hijrat qilib, u yerdagi kishilarni jaholatdan qutuldirib qilishini talab qildi. Ey yurtcho'nlari, bu ish musulmon bo'lish bilanla tugamaydi. Payg'ambar alayhisalomga va'da berdinglar. Uni Yasribga chaqiryapsizlar. Shuni bilib qilinglarki, bu yerdagi musulmonlar bizning yurtga ko'chib borganda, ular bilan qarindoshlarcha yaxshi o'tishinglar kerak. Buni hargiz esinglardan chiqarmanglar. Haq yo'lda sen bilan birga menish uchun Allohning amr farmonlariga bo'ysunimiz. Bola chaqalarimiz, urug' tuqqanlarimizning bu yo'lda mangdiganligiga va'da beramiz. Hamma ishda payg'ambar alayhissalomga agishimiz, uningga bayat qilamiz. Allah ve payg'ambari guvoh bo'lsinki, biz Avs Xazraj qabilasi Muhammad alayhissalom tarafda turamiz. Biz ve ailemiz İslamiyetning g'albisi uchun qarindoshlarimizdan mal dunyoyimizni, avlodlarimizni, uy joylarimizni, hatto jinimizni aymaymiz. Ular uchun ishigimiz mangu ochiq. Ayrilish payti yetib keldi. Mekkadagi musulmonlar qorong'u zulmatdan yo'riqlikqa chiqish uchun top-top bo'lib Madinaga hijrat qilishga boshladi. Ularning qalbida faqat Allohla bor edi. Allah uchun Mekke'den köçüp çıkıvatdı. Hicret kılıvatkanlarının içinde Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf, Ebu Ubeyde ibn Cerrah, Ömer ibn Hattab'a okşaş Qurayshning mötüber zatları ve bulardan başka yana İslamiyetni qabul qilgan 70 neçe kişi var idi. Bu musulmonlar bu qitimqi hicreti orqali kelgusida dunyoni o'zgartirdi. Hicret qilish orqali insonlarni to'g'ri hayotga erishtirishni maqsad qiladi.
Lekin payg'ambarimiz texi Makkadan chiqmagan edi. U Makkadan chiqadigan eng oxirgi musulmonning sog'-salomat chiqishini kutib turibdi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom muhojirlarning hammasini yo'lga solgandan keyin eng oxirida Makkadan ayrildi. Payg'ambarimizning Madinaga berishi bilan tang islom tarixida yangi bir davr boshlangan bo'ldi. Keyincha Umar raziyallohu anhuning xalifaligi davrida bu tarix Hijriya kalendarining boshlanishi qilib bekitildi. Ahvol biz o'ylagandan xatarlik bo'layotdi. Muhammad bir kishi edi, mana endi bir ummat bo'lib shakllandi. To'g'ri aytding Abu Jahil. Ey Ibn Salul, sen sut uyqunda uxlayotganingda Madinaliklar Muhammadning diniga kirib ketdi. Bunun javobkari men emas. Mana endi Makka bizga o'ng chiqaldi. Lekin Quraysh begzatlari shuni bilinglarki, musulmonlarning Madinaga ko'chib ketishi bilan sizlarning Sham bilan bo'lgan savdo tijoratinglar oqsab qolamdi qandaq? Sen shundoq bo'lishni saqlab turayotgan o'xshamamsan. Men ho'sharlik bilan kutaman. Qachongacha saqlaysan Ibn Salul? Islom samonga tutashgan o'tdek nihoyat tez tarqalyotdi. Sizlar bu ishni hal qilg'ich saqlayman. O vaqtgacha sen ularning orasida qanday salohiyatda yashaysan? İslamni qabul qilaman. Madinani Muhammad va sahobalarga tashlab berolmayman. Chunki mollarimning hammasi Madinada. Musulmonlarning orasida buzg'unchilik qilib yashamsan. Sen yolg'ondan musulmon bo'ldigan o'xshamamsan. Hamma ish joyiga tushishi mumkin. Ish qilib keyin qasimo bir hal qilish chorasi topdik. Muhammadni o'ldiramiz. Muhammadni o'ldirish uchun bir plan tuzdik. Muhammadning qini yerda qoladi demsan, sen arablarni yaxshi tushunasan. Biz arablar qisosimizni olmay qolmaydigan xaq. Sen bu ishga aralashma. Nayt puxta bir plan tuzdik. Qurayshning har bir qabilasidan birdan kuchli yigit tayinlaymiz. Hammasi tangli tig'i soladi. Shundoq bo'lganda Muhammadning qiniga hamma qabila zomin bo'lgan bo'ladi. Shundoq qilsak, Hashim jamiyati hamma qabilaga urush etishga qodir bo'la olmaydi. Meningcha bu intayin yaxshi plan. Sizlar bu planga qanday qaraysizlar? Meningcha bunda qilsak, oxirida ishni yo'g'ishtirg'ili bo'lmay qolamdikin. Abu Jahilning plani bo'yicha bo'lganda masala yaxshi hal bo'lgudek. Shundoq Muhammaddan butunlay qutulgudekmiz. Mushriklar tuzgan plani bo'yicha ishga kirishdi. Payg'ambarimiz Madinaga chiqadigan kechasi 10 qabiladan 10 nafar yosh payg'ambarimizning uyiga qarab yo'lga chiqdi. Allah Taala payg'ambarimizga Jibril alayhisalomni avatib, bu suiqasddan oldin xabar berib, darhol uydan chiqib ketishiga buyurgan edi. Payg'ambar alayhisalom Allah Taolaning buyrug'iga asosan Hazrati Alini o'z o'rniga yotqizib qo'yib, eng yaqin hamrohi Abu Bakr bilan birga uydan chiqib ketdi. Muhammadning o'rnida Ali yetibdi. Bu yigit Muhammadga o'z jinnini pido qilibdi. U zodi qanday odamlar? Hey Abu Sufyan, otliq odamlarimiz Muhammadni tutib kelgili tayyor bo'ldi. Tez bo'linglar. Muhammad Makkadan yiroqlashib bo'g'icha uni tutib kelinglar. Muhammadni o'lik yoki tirik tutib kelgan kishiga 100 to'gi beraman. Ular jami 3 kishi. Muhammad, Abu Bakr va ularga yo'l boshlab mangan Al-Yaqut. Bu yo'l boshlig'iga cho'l yo'llari 5 qo'ldek ayon. Müşrikler peygamberimizni tutib oldimi? Oxirini aytib bering ha? Birdan gap qilmag'in Fatima, bo'g'imiz oxirini so'zlab bersin. İnşallah oxirini kelar qitim so'zlab beray bolarim. Hozir so'zlab bering bova, bek hayajonlanib ketyapmiz. Quraysh mushriklari payg'ambarimizning izini topaldimi yoki topolmay qaytib ketdimi? Hozir so'zlab beray desam, bek kash bo'lib ketadi bolarim. Endi uxlaydigan vaqtinglar bo'ldi. Bugun mushunchilik bo'lsin. Aram elinglar. Oxirini yana bir qitimda deb beray.